Bugungi videoroligimizda Minecraftning top 3 ta klonlarini ko'rib chiqamiz va ularni juda ham slabi bo'lgan telefonlarda test qilib ko'raman. Ularni qayerdan yuklashni ham videoning so'ngida aytib o'taman. Bizning birinchi o'yinimiz Play Marketda 100 milliondan ortiq yuklab olingan va 4% reytingni tashkil etgan do'stlar. Bu o'yin mana ko'rib turibsizlar, ichida o'zini OneBlock, Skyblock, qarochi har xil kartalari bor ekan. Ya'ni Minecraftda mod bilan qo'shiladigan yoki alohida qo'shiladigan dunyolar bu Minecraftning o'zida bor ekan. Har xil shahar, o'rmon, qarochi hamma unaqalar bor ekan. Mana hozir mirni sazzat qilyapmiz. Hop, qani kirib ko'ramiz. Endi mana bunaqa shaderlar bilan takkoy rasmlarni qo'yib qo'ygan. Mirni ichida ham shunday bo'ladimi yoki yo'q, buni video davomida bilib olishingiz mumkin do'stlar. Biz kirdik. Yaxshi. Grafika har doimgidek buni o'yinlar grafikasi past bo'lgan va past bo'ladi ham do'stlar. Bu do'stlar, bu o'yinda ichida qotishlar bir-ikki sezildi. Videoga olishdan oldin ham bir-ikki aniq ko'rindi. Bilib olishni o'ynab ko'rdim. Qotishlar sezildi. Bu narsani kuchli telefonda ham sinab ko'rdim do'stlar. Hozir men sizlarga ko'rsatayotgan video kuchsiz telefonda, imunda mana shu o'yinlar kuchsiz telefonlarligi uchun ham kuchsiz telefonda olinyapti. Lekin kuchli telefonda ham sinab ko'rdim, ammo qotishlar o'sha zombi spam bo'ldi. Yaxshi emas, tushirib bir urib. Plus kuchli telefonda yakkanini protsessori Snapdragon 8 Gen protsessor edi, o'zingizlar yonchi olaverasiz. Plus do'stlar, bu o'yinda ancha kamchi grafikalar rasvo bo'lib yotibdi, lekin yosh bolalar o'ynasa bemalol vaqtlarni o'tkazsanglar bo'laveradi. Menimcha bunda ham ularni bemalol do'stlar bilan o'ynasa bo'lsa kerak. Chunki kerakanda ko'rdim, multiplayer degan narsalarga ko'zim tushganday bo'ldi. Va hozir men OneBlock o'ynayapman. Agar kimdir OneBlock kartasini o'rnatishni bilmaydigan bo'lsa, bemalol mana shu o'yinni o'rnatib olib, mana shu o'yinda bemalol OneBlock va boshqa narsalarni o'ynasa bo'laveradi do'stlar. Do'stlar, mana hozirgi ko'rsatgan OneBlock ichida har xil kartalari bor o'yinning, Minecraft o'yinining ya'ni ko'rinishi. Buni Play Marketdan izlasanglar umuman boshqa ko'rinishda chiqadi va yuklab olishga biroz qiynalishingiz mumkin, ya'ni aniqini topa olmay qolasizlar. Shuning uchun ham bu narsani topishni video davomida o'rgatib ketaman. Shuning uchun videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar do'stlar. Bolalar, bizning ikkinchi o'yin Play Marketda 10 milliondan ortiq yuklab olingan va 7 yosh chegarasiga ega bo'lgan o'yin va bu 4% reytingni egallagan do'stlar. Bu o'yinimiz Minecraftga o'xshashlik tarafi nomi Skyblock ili dunyosi sal-pal to'rtburchak sifat dunyo bo'lganligi Minecraftga o'xshash ekan. Qolgan narsalari ancha boshqa o'yinlarga o'xshaydi. Ya'ni qandaydir bir realistik qilaman deb turib, lekin chichib qo'yishgan. Bolalar, ko'rasizlar, hozir men bu o'yinni Skyblock rejimiga kirganman va grafikani rasvoligini o'zingizlar ko'rasizlar. Lekin kuchsiz telefonlar uchun bo'laveradi. Bu o'yinda bloklarni sotib olsa bo'lar ekan, kreativda bo'lmasak ham. Shunisi ajoyib ekan. Mana bunaqa strelkalarni ko'rasizlar. Mobile Legends'dami ko'rgandim, mana shunga o'xshash strelka nimadirlarni. Blok qo'yadigan tugma ham alohida ekan. Faqatgina bloklarni sindirish ila qazish uchun ishlatilgan mana o'rtadagi tumaloqcha narsa do'stlar. Bolalar, mana bu o'yinimizning logotipi hamda nomlari, ammo bu Play Marketda umuman boshqacha chiqadi. Ya'ni Play Marketdagi surat va bu yerdagi surat bir-biridan ancha farq qiladi do'stlar. Buni ham o'rnatishni video davomida aytib o'tib ketaman. Shuning uchun videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar do'stlar. Do'stlar, bu bizda keyingi o'yin va bunda ko'rib turibsizlar, o'zining maxsus skinchasi bo'ladi va kamera 2 xil ekan faqat. To'g'ridan ili birinchi litseodan bor ekan, xolos do'stlar. Knopkalar yugurushniki, uchishniki, sakrashniki, minishniki hammasi alohida bo'lib yotibdi va bu juda ham noqulaylik tug'diradi bolalar. Mana bunaqa inventardan olsanglar hammasi 1 stakka 300 tadan sig'ar ekan. Onasi esa Minecraftda 64 tadan sig'sa, bu yoqda 300 tadan sig'argan bolalar. Vashshi udaragan mana bunaqa narsalar. Bu yoqda qurol yarog' degan narsa yo'q shekilli, oyoqni urib o'ldirmoqchi edi. Bu faqat dekoratsiya uchun o'ynaladigan Minecraft menimcha do'stlar, chunki
Bu yoqda birorta ham qurolliroq topa olmayapman. Xo'p do'stlar, endi mana shu kanaldan, ya'ni Boqirchik Sila username ostidagi Telegram kanalimdan o'sha uchala Minecraftni ham topishingiz mumkin. Shu kanalni Telegramdan qidirib topamiz va obuna bo'lamiz hamda bemalol mana shu ko'rsatgan 3 ta Minecraftimni o'ynashinglar mumkin. Bu video chiqishi bilanoq Telegram kanalga u Minecraftlarni tashlab qo'yaman do'stlar. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan da yaxshi narsalarni ko'rishinglar mumkin bo'ladi.